Assalomu alaykum turk qardoshlarimiz. Assalomu alaykum. Men bunda O'zbekistondan keldim. Men Samarqandda yashayman. O'zbekskiy tatarskiy одинаковый язык почти. O'zbek tatar qarindosh. Yaqin tillar. Bir tug'an turk xalqlari. Turk xalqi. Ko'pdan turasizmi bunda? Bunda почти 2 yil bo'ldi. 2 yil? 2 yil davrida siz tatar tilini öğrendiniz, Нет, почти o'zbekskiy, tatarskiy язык одинаковый. Narsa bilan shug'ullanarsiz? Nida ishda yurisiz? Men Kamazda shug'ullanaman. Kamazda ishlaysiz. O'zbekistonning qaysi o'lkasidan kelding sen? Samarqand городdan keldim. Samarqand. Anda tatarlar ko'pmi? Sen ko'rdingmi? Anda tatarlar bilan qatnashdingmi, siylashdingmi tatarlar bilan? Söylashdim. Bor, ular tatar tilini biladimi tatarlar anda? Bilar. Я тоже men bilar. Onların münasabatlari bir-birisidan nechik? Tatar, o'zbek tatar yaxshi, Yaxshi. Sen g'aylagingiz ko'pmi? Atiyaningiz isanmi? Meni oilam ko'p. Sen Samarqandda anda shu shaharda turasan? Shaharda turaman. Tatarlar anda o'zini aktiv ko'rsatadilarmi? Mana konsertlar o'zdirami, Sabantoy o'zdirami? Aktiv ko'rsatar. Qo'yda это праздник aktiv. Праздник aktiv tatarlar. Endi o'zbekchasilar, mana o'zingning millatdoshlaringga ayt. Men mana Tataristonga keldim, 2 yil davrida turam. Tatar xalqi o'sha menga begrak tatar qizlari degan o'zbekcha aytaydi. Men bunda tatar xalqi очень хорошо. O'rischa qo'shding deb o'zbekcha ayt. Tatar xalqi juda yaxshi, mehribon. Тоже o'zbeklarda odam ajratmaydi tatar xalqi. Umuman sizlar kelishlaringizni men xohlayman bu yerga. O'sha Rahmat. Sen bunda rizami turga endi turib ketirga shunda Tataristonda alla bir ishlab aqsha topib qaytasin kelami? Нет, bunda men любовь есть. Alaysa qolasың. Muhabbating tatarmi, o'zbekmi? Yar esa sog' yur, rahmat senga. Davay, sog' bo'l. Ismingni yozib oldim hozir, turib tur. Hozir,